Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, Sankt-Peterburg shahrida yurgan vatandoshlarimiz uchun juda foydali reklama desak ham bo'ladi. Musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz uchun Trudavoy dogovor xizmati akalar opalar, original уведомленияsi bilan hammasi o'zingizdan boshlaysiz bo'ladi. FMSga borib уведомление topshirsangiz bo'ladi va через gosуслуги ham уведомление qilib beradi. Pastdagi alekan nomerlarini qo'yib o'taman, bemalol aloqaga chiqingizlar. Va bundan tashqari yana xizmati registratsiya kimnidir sirogi o'tib ketgan vatandoshlarimiz bordir. Sirogi o'tgan vatandoshlarimiz bo'lsa, hostel orqali qo'yib beradi. Alakaga bemalol qo'ng'iroq qilasizlar va bemalol uslugalasidan foydalanishlaringiz mumkin. Jonaringiz sog' bo'lsin, inshaalloh ishonarli akamiz qo'ng'iroq qilib Trudavoy do'g'orlaringizni to'g'rilab olasizlar. Jonaringiz sog' bo'lsin, rahmat aytaman. Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdon aziz musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, akalarimiz hamda opalarimiz, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Ishlar bilan chashishlar yo'qmi? 300 ming rubllik oylik ish desam ishonasizlarmi? Chunki bu narsani o'zi yo'q, to'g'rimi akalar, opalar? Bu hammasi prosmotr, like, faqat подписчик uchun akalar, opalar. Shuning uchun bizda esa realniy ish chiqadi. 1000 rublmi? O'sha 1000 rublda aytib chiqaman. 500 rubl bo'lsa 500, 3000 bo'lsa 3000, 4000 bo'lsa 4000. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat poddershkalaringiz uchun shuncha qo'llab-quvvatlayapsizlar akalar, opalar. Bugungi ishimiz yangi ish, og'ir ko'tara olmaydigan vatandoshlarimiz uchun bo'ladi. 4 ta akamiz uchun srochna ish Moskva, Moskovskiy oblastdan bo'ladi akalar, opalar. Hozir ko'ryapmiz qani Moskvadan bizni vatandoshlarimiz poddershka ko'p qiladimi yo bo'lmasa Sankt-Peterburgdanmi? Shuni iltimos kommentariyada yozib qoldiringizlar. Ishimiz Penaplex zavodida, Penoplast. Mana televizor, xolodilnik shularni yonboshiga qo'yadigan Penoplast bor-ku, oq eziladigan. Shunaqa zavodda bo'ladi vatandoshlarimiz. Smenasiga 3500 rubldan 4000 rublgacha. Hozirda 4 ta O'zbekistondan vatandoshimiz ishlayapti. Ularning sirogi mana shu haftalarga patentini sirogi tugaydi. Ular chiqib ketish kerak. Shuning uchun bu yerga srochna odam kerak bo'lyapti. 4 ta vatandoshimiz ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, srochna agar O'zbekistondan bilet olib qo'ygan bo'lsangiz yo boradigan bo'lsangiz, sizga patentingizga pul yordam qiladi. Bu yerda registratsiya yo'q, Amina bor, hamma biladi. Patentingizga pul yordam beradi, faqat oyligingizdan qaytarib qolinadi. Yotoq joyi tekin akalar, opalar. Ish nihoyatda yengil. Video davomida qo'yib o'taman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Poddershkalar uchun addushi rahmat. Keyingi ishimiz Sankt-Peterburg shahrida bo'ladi. Erli xotinga u ishda aytmayman qanaqa ekanligini, nima uchun deganda u sir bo'lib qoladi. O'sha ish chiqqandan keyin aytib o'taman. Pastda nomerlar, xazayinning nomerlari, telegramlari bor, ishlaydi. Aloqaga chiqingizlar, srochna borib ishlashlaringiz mumkin. Keyin oxirgi gapim, non sexidan ish chiqargan edim. Bir ikkita vatandoshlarimiz yozibdiki, u sizning ishingiz hammasi yolg'on. Qanaqasi yolg'on? Misol men aytganmanki, u yerga sizga patentga pul yordam beradi. Patentni to'lovlari tekin, registratsiya tekin, yotoq joy tekin deganman. Sankt-Peterburg shahrida. Shu yerga vatandoshlarimiz borgan. Men har bittasi bilan aloqadaman. So'rab turaman. Nima uchun ishni chiqarib prosta tag emas. Chiqarib yana so'rab turganman. Shuni men vatandoshimizdan so'raganman. Mana galasavoylari. Shu ko'chada tashlamadim, axir ko'chada qoldirmadim. Aka, Xudoga shukr yetib oldim. Ko'chada qoldirmadi. Telefon orqali ko'rsatib turdi, keldim, offsetga joylashib oldim. Xudo xohlasa yerda gaplashamiz endi qo'ygan. Aka, rahmat sizga. Video qilaman deb aka, video esdan chiqib ketibdi. Mana o'tgan xatoliklarni nomerlarini olmabman-da. Telegram va WhatsApp nomerlaringiz o'chiq cho'rdi. Internetdan telefon qilamasam, internetim yo'q, ishlamaydi. Shunday bo'lib qotib qoldim-da, keyin sim karta oldim, internet ishlarida shunaqa qilib xullas. Yupladingda aka. Bo'ldi, rahmat kattakon sizga aka. Mana akalar, realni o'sha akalarimiz yozdi-ku kommentariyada. Bu bir ko'ra olmaslikda. Men lichna o'zim ish chiqargan bo'lsam, stroykadan ish chiqardimmi, zavoddan chiqarganmanmi, vatandoshlarimiz menga yozgan. Misolga mana hozir bittasi Xorazmdan bo'ladi. Ismlarini aytib o'tmayman. Akalar, o'sha akamiz agar kuzatib borgan bo'lsa, yozsin mana. Men o'sha taraf bo'lib,
300 ming rubl pullari qolgan. Srochno u ketish kerak edi. Bolalarini, o'g'illarini mazasi bo'lmay qoldi. Srochno O'zbekiston ketish kerak edi. Pullari qolib ketdi, lekin men yonlarida turib yarim pullarni hozir olib berganman. 1 tiyin o'sha akadan men olgan yo'qman. Aka, men sizni pulingizni olib berdim. 1 so'm menga ber degan inson emasman. Bo'lsa agar yozsin o'sha aka. Jonlari sog' bo'lsin, videoni cho'zmaymiz. Video davomida kuzatib borasizlar ish jarayonini, qanaqa ish ekanligini. Inshaalloh keyingi ishimiz faqat mana shunaqa chasni zavod degan vatandoshlar bo'lsa, kommentariya, like yozib qoldiringizlar. Inshaalloh mana shu kanalda faqat musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz uchun foydali video va reklama, dokument xizmatlarini inshaalloh sizlarga chiqarib boramiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Hammalaringiz Allohga omonatsizlar. Yana yangi video rolikda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.